ayol qo'li mo'jizalar yaratishga qodir. Oddiy ipdan bejirim liboslar, gullar, bolajonlar uchun o'yinchoqlar yasashni o'rgangan bugungi qahramonimiz ichki ishlar organlari sohasiga xizmatga kirishganidan keyin ham bu hunarni to'xtatib qo'ymadi. Bugun u ham xuddi mohir hunarmand ayollar kabi sabr va matonat mahsuli bo'lgan asarlarini yaratishda davom etmoqda. Assalomu alaykum. Bugungi mehmonimiz Toshkent shahar Shoxontohur tumani bo'yicha ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi 1-son ichki ishlar bo'limi migratsiya guruhi inspektori Suvonova Nilufar. Nilufar, sizni ko'rib turganimizdan xursandmiz. Sizni ish jarayoningizni ko'rdik. Jamoani birga ishlab yurgan xodimlarni, siz bilan yelkama-yelka xizmat olib borayotgan xodimlar bilan ham ozgina suhbat qurdik. Sizlarni ko'rdim, fuqarolar qabuli ko'p ekan. Qiyinchilik tug'dirmaydimi? Keyin sohaga mana ishlab xizmat qilib kelyapsiz. Sizga birinchi o'rgatgan ustozingiz haqida aytib o'tsangiz, ish jarayoni bo'yicha ozgina ta'rif bersangiz. Avvalambor assalomu alaykum. Bu yoqqa kelganimdan juda ham xursandman, taklif qilganlaringizdan. Men birinchi ishga kelganimda hamma kollektiv yaxshi kutib olishdi meni. Xursand bo'ldim o'zim ham, chunki hamma ustozlarim bilan birma-bir suhbatlashib chiqdim. Bitta narsa o'rgatsa ham, sizga o'rgansangiz, o'sha sizda ustozingiz hisoblanadi-da. ID deysizmi, Zagran deysizmi, propiska deysizmi, hammasini o'zini ustozlari bor. Hammadan o'rnak olyapmiz, hozir ham ishlab kelyapmiz, o'rganyapmiz, so'rayapmiz, baribir bilmagan narsamiz bor. So'raymiz, o'rganamiz. Hamma kollektivim yaxshi lekin. Meni yaxshi qabul qilishdi deb o'ylayman. Ustozimga keladigan bo'lsak, birinchi o'rgatgan ustozim Yo'ldashev Akmal aka bo'ladilar. Birinchi menga Zagranni o'rgatganlar. Zagra xorijga chiqish pasportini qanaqa berish tartibi, rasmga olish, tushirish, hammasini birinchi bo'lib shu ustozim o'rgatganlar menga. Shu o'rinda eng katta ustozim meni onajonim bo'ladilar. Suvonova Gulnora Otamurodovna. O'zlari ichki ishlar organlari sohasida ishlab, hozirda nafaqadalar. Bizni shu vaqtgacha bitta o'zlari boqib katta qilib kelganlar, onajonim o'zlari bo'ladilar. Bizda o'qishimizda, ishlashimizda onajonimda motivatsiyalari juda ham katta deb o'ylayman. Chunki qiynalib bo'lsa ham bizani o'qitdilar, meni ishlatyaptilar. Ichki ishlar organlarida ishlashimga ham onajonim o'zlari yelkadosh bo'lib, juda ham ko'p yordam berganlar bizga. Bu sohada ishlagandan keyin ish faoliyatida biz ko'ryapmiz, fuqarolar qabuli juda ko'p. Ish jarayoni sizga qiyinchilik tug'dirmayaptimi? Ish jarayonimda qiyinchiliklar baribir bo'ladi, hamma ishda ham o'rganib, ko'nikib ketganimizcha ozroq qiyinchilik bo'ladi baribir ham. Hammasini o'z vaqtida, soatida qilib, fuqarolarning qabulini qilib kelyapmiz. O'ziga yarasha mashaqqatli sohada xizmat faoliyatini olib bormoqdasiz. Shuningdek, men so'rab surishtirganimda to'quvchilik hunarini ham o'rgangan ekansiz. Bunga nima turtki bo'lgan? Qanday sabablar bo'lgan? Yoshlikdan qiziqish bo'lib kelgan, bu meni hobbim bo'lib kelgan. Maktablik davrdan o'rganish bo'lib kelgan. 5-6-sinfligimda qiziqa boshlaganman. O'shanda sal rivojlanganda to'quvchilik. O'shanda qiziqib, to'garaklarga borganman. Keyin yana ham mukammal bo'lish uchun yana izlanganman. To'qisam tinchlanaman. Odamga qanaqadir turtki bag'ishlaydi. Masalan, yangi narsalar yaratishga harakat qilaman-da, yangi narsalar to'qishga, keyin bisirga o'shalarni qilaman, hammasi qo'limdan keladi. Bitta narsani ko'rdimmi, ijtimoiy tarmoqlarda ko'rib chiqaman, oldin ko'rib chiqaman, keyin yoqdimi o'zim shunga o'xshab to'qishga, narsa masalan munchoqdan bisir to'qishga birma-bir ko'rib chiqaman, yoqdimi o'zim keyin o'shani boshqacha qilib yaratishga harakat qilaman. Nilufar, hozir sizni eshitib o'ylanyapman, bunda har bir yaratayotgan kiyimlar uchun siz qancha vaqt va necha kun sarflaysiz? Masalan, ushbu narsani men ko'rsatsam,
shu mahsulotingizda masalan mana shunga necha kun sarflaysiz? Bu mahsulotimga masalan man ishga boraman har kuni. Ishdan kechqurun qaytgan vaqtimda yarim soat yoki 1 soat vaqtim bo'ladi. O'shanda to'qishga harakat qilaman. Yoki yakshanba kuni bo'sh vaqtim bo'ladi. To'qiyman uyda. Bo'sh vaqtimda bekor o'tirmayman-da, to'qib o'tiraman. Bunga kunini hisoblasak taxminan 5 kunmi yoki 7 kunmi qancha sarflaysiz? Masalan 5 kun ketadi desak ham, ishdan ortganimda 5 kunda to'qiyman. Qo'l mehnati bilan mana ushbu narsalarni yaratasiz. Buni sizga eng qadrlisi, o'zini alohida bir o'rni bo'lgan yaratgan narsalaringizdan ko'rsangiz. Bu o'yinchoqlarim bo'ladi, o'zim yaratgan o'yinchoqlar bo'ladi. Bularni vaqti ham ancha ketadi. Chunki har bitta detallariga ancha ishlov berish kerak bo'ladi, kiyimchalariga, quloqcha, ko'zchalariga hammasiga e'tibor berasiz-da, vaqt ham ko'p ketadi. O'yinchoqlarim men uchun qadrli. Chunki men yaxshi ko'raman o'zim o'yinchoqlarni. Shuning uchun o'zim yaratib, kiyimchalarni hammasini o'zim yarataman bularni. Ularga qismga bo'lib to'qiladi, keyin hammasini jamlaysiz bitta qilib. Kiyimlarni to'qiganingizda bittada to'qiysiz. U osonroq. O'yinchoqlar sal qiyinroq bo'ladi. Shuning uchun menga qadrli bo'ladi bular. Sizga yana bir narsani aytib o'tishim kerakki, men yaratgan o'yinchoqlarni mana ko'rishingiz mumkin. Bozorlarda ham bor o'yinchoqlar. Har xil o'yinchoqlar bor. Masalan, bolalar o'ynaganda allergiya berishi mumkin ularga, yoki yoqmasligi mumkin. O'shaning uchun men toza mahsulot ishlataman-da. Toza mahsulot ishlataman. Turkiyaning mahsulotlaridan ishlataman. Aksessuarlarim toza. Ko'pincha sifatli mahsulotlarni ishlatib foydalanishga harakat qilaman yosh bolalar uchun. Nilufar, hozir men ijodingizdan yana bir narsani ko'rdim. Mahsulotni ko'rsatmoqchi edim, ayollar sumkasini. Buni ham o'zingiz yaratgansiz? Albatta, o'zim yaratganman buni ham. Shu bo'yicha bir ta'rif bersangiz, juda bir qiziq narsa ekan bu. Ko'pincha o'rtoqlarim menga zakaz berishadi. Chunki ular ko'proq tug'ilgan kunga, to'ylarga, tadbirlarga borishadi. O'shaning uchun menga bitta bu rangidan emas, har xil rangidan aytishadi o'rtoqlarim. Men bo'sh vaqtimda qilib berishga harakat qilaman ularga. Chunki hozir nima desa bo'ladi, moda bo'lgan deydimi internetda. Hozir hamma qizlar deysizmi, hamma yosh qizlarga qarasangiz shu sumkadan foydalanishadi. Bu sumka o'zi asosiy hamma joyda ham bo'lmaydi. Internetda faqat zakaz bilan qilinadigan narsa bu. Bular jilkadan qilinadi. Asosiy jilkadan. Qo'lda rasoq tashiydi jilka. Har bittasini qattim qilib, buni zich qilib tortishingiz kerak. Har bittasi to'qigan mana munchoqlarini qattiq qilib tortib to'qishingiz kerak bo'ladi. Kimlarni kuzatasiz? Sizni yaxshi ko'rgan dizayneringiz bormi? Yoki sizni qaysidir shaxs ilhomlantiradimi? Men sevimli dizaynerim yo'q. Men o'zim bilan o'zim ilhomlanaman-da, yaratsam agar, men o'zim yarataman. Fikrlab, o'ylab, o'sha narsani qilishga harakat qilaman. Bularni to'qiydigan erkaklar ham bor-da, kuzataman. Erkaklar ham bor, masalan, bular to'qiydigan erkaklar bor. Ayollardan 100 barobar yaxshi to'qiydi. Kuzataman. Masalan, jiyanimga to'qsam, jiyanim qanaqa rang yoqtiradi yoki qarindoshlarimga to'qib beradigan bo'lsam, ular birinchi navbatda ulardan so'rayman, qanaqa ranglarni yoqtirasiz deb so'rashga harakat qilaman. Keyin shunga yarasha to'qib berishga harakat qilaman. Qo'l mehnati bilan yaratilgan buyumlar insonlar foydalanishi uchun qanchalik muhim deb o'ylaysiz? Sabr kerak bo'ladi. Hamma ham qila olmaydi. Qo'lidan kelmaydi hammani ham. Sabr, toqat, matonat kerak bo'ladi. Men to'qsam tinchlanaman. Mashaqqati ko'proqda. Uskunada yaratilgandan ko'ra qo'lda to'qilgan hammasi yaxshiroq deb o'ylayman. Va qadrliroq. Qadrliroq deb o'ylayman. Nilufar, maroqli suhbat uchun sizga katta rahmat. Ishlaringizga muvaffaqiyatlar tilayman.
Hurmatli tomoshabinlar, loyihamiz orqali ichki ishlar organlari sohasida xizmat qilib kelayotgan iqtidorli xodimlarni namoyish etishda davom etamiz. Xayr, salomat bo'ling.